8-mart o'zi kimlarning bayrami? Endi bilib olasiz. Ko'pchilik bilmaydi, lekin oldinlari rivojlangan g'arb davlatlarida ayollarning haq-huquqlari juda ham cheklangan bo'lgan. Ayollarning fikrlari, takliflari hech kim tomonidan inobatga olinmagan. Hattoki saylov paytida ayol kishilar ovoz berish huquqiga ega bo'lmagan. Hayodiy bir Afrikalarni gapirmayapman. Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, AQSh davlatlarida ayollar saylovlarda ishtirok etmagan. Aynan shu sabab germaniyalik Klara Zetkin degan ayol 1910-yilda 8-mart kuni xalqaro ayol qizlar kuni deb nishonlanishni taklif qilgan. Bunga sabab aynan o'sha ayollarning haq-huquqlari cheklangan, tor bo'lganiga qarshi kurash olib borish bo'lgan. Oxirgi yillar shunday mish-mishlar tarqalganki, Klara Zetkin o'zi fohisha bo'lgan va 8-mart bu fohishalarning bayrami degan gaplar tarqalgan. Lekin shaxsan men bunga dalillar bilan isbotni topa olmadim. Endi savol, siz esa 8-martni nishonlaysizmi?